Maarif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy maarif maslahat markazi. 同学们好，欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第3单元的生词总动员。Bugün 3. dersininki şu ham sözünü bugünümüzde. 那么bu 3. derste nimeni sözleydiğimiz 姐姐的新房Acem'ninki yeni öyi. Bunun da qandaq sözler var. 我们一起来看一下，把书翻到第32页 32. bette. 好，新房，新房 birinci sözler 新房，新就是我们之前学的那个 yeni de öğrendiğimiz 房 degenimiz öy. 那新房 yeni öy. Ameliyette şu rasmi yeniden şu sağan öy yoki bo'lmasa yeniden setib olgan uyni biz 新房子deymiz. 那么新房是怎么样子的房子呢？它还有一层意思啊，就是说şu yeni to'y qilgan şu qiz yigitlarninki tutmoqchi bo'lgan uyini 新房 deymiz. 比如说 Meyli bu öy eski kepi bolsun, konu öy bolsun, dadasıdan qalgan, apısıdan qalgan öy bolsun. Yeni toyqaga 2 adam kirgen bu öy, ta 就是新房. Onu 新房 deymiz. Na, yeni toyqan jigitni 新郎, kızını 新娘, na bular tutqan bu öyni 新房 deymiz. Ha, bizninki, mesela şu toy qilgan vaqtimda, bizninki şu yeni tutmoqchi bo'lgan uyimiz 3. qavatda degan bo'lsak, 我们的新房在3楼，我们的新房在3楼 desek bo'ladi. Na, 姐姐的新房, na Acem'ninki yeni öyi 新房，他们的新房布置得很漂亮，他们的新房布置得很漂亮。Ularninki bu yeni öyünü naiti çıraylı bizeptu degendek. Ha, 下面一个呢 盖 盖 üstüge qarasaqçı bir qo'yga o'xshab qalamdi, lekin asti yo'q. Na 下面竖横折竖竖横盖. Na salmaq degan ma'nosi bor. 其实盖呢也有好几个意思，bunun mana 2 xil ma'nosi bor. 比如说 uy silish deganda ju 盖房子 deymiz. Uy silish 盖房子，盖房子。然后除了这个以外，我们说盖楼。bizning yeziga bir bina saldi degan bo'lsak, 我们村子里盖了一栋楼，我们村子里盖了一栋楼 deymiz. Uningdan boshqa bu gay deganimiz shu bunda ustini to'sib etgan, yipib etganga bu gay deymiz. 比如说 masalan qozonning tuğini yipib etding degan bo'lsam, 把盖子盖上，或者是把锅盖盖上 desek bo'ldi. Amaliyotda bu shu gayning o'zicha og'zi degan ma'nosi bor. 比如说瓶盖 potilkaning og'zi bo'lsa 瓶盖 瓶盖 degandek. Yipib etish 也是盖也是盖，把锅盖盖上 desek bo'ladi. 那么把 masalan odatda biz jozlarning ustiga bir yelimishlarni tuzib qo'ygandan keyin ustini bunda to'pichang bo'lib ketmasin deb ustiga to'sab qo'yamiz-ku. 那也是拿那么一块布把它们要怎么样盖上to'sab qo'yganni盖 deymiz. 好，下面一个呢部分 部分 部分 deganimiz qism. Na bir qism degan bo'lsak, 一部分 一部分 bu vazifaning bir qismini sen qil, bir qismini men qilay bo'lsa, 这个任务的一部分由你来完成，另外一部分由我来完成 desek bo'ladi. 好，bir qism o'quvchilar oliy maktab o'qiyotdi,
bir qism o'quvchilar mushu 高三ni qaytilab o'qiyotidi degan bo'lsak, 一部分学生在上大学，一部分学生在复读，desak bo'ladi，在复读高三，复读高三。这个部分bir qism. Bu pulning bir qismini uyga ishlataylik, bir qismini bankaga qo'yib qo'yaylik desak, 这钱的一部分我们做生活费，生活费 uyga mushu uy xarajatiga ishlataylik degan gap. 一部分我们做生活费，一部分我们存银行，一部分我们存银行desak bo'ladi. 一部分 bir qismi. 补贴，补贴，补 degan xatimiz 点横撇，然后竖撇点，竖点。贴呢是一个倍，然后是竖横，竖横折横啊。补贴deganimiz to'liqlama, to'liqlama. Odatda mushu xizmat o'rnimizdan bizga to'liqlama deb beradi-ku, 比如说交通补贴。mushu qatnash to'liqlamalari, andan keyin 生活补贴 turmush to'liqlamalari degandek. 那么这个月公司给我们发了200块钱交通补贴. Bu ayda şirket bizga 200 koy mushu qatnash to'liqlamasi berdi. 这个月公司给了我们200块这个交通补贴. andan keyin你们有补贴吗？ sizlarga to'liqlama bormi? 你们有补贴吗 degandek gap. 补贴 to'liqlama. Bu yana nima bo'lib mangdi? Asos chetdan pul ulab mangdi. 那么下面一个呢，起来，起来。那起来niki asli ma'nosi o'rnidan turish, qo'pish degan ma'noda. Na 起来nima? Mushu oldin qatim biz mushu 出来 deb bir so'z o'rgangan edik. 出来 asli chiqishdi. 那 ilaqi 想出来，认出来，看出来desak, buniki ma'nosi boshqacha bo'lib mangdi. Na 比如说 ko'rib bilish, anglab bilish, o'ylab chiqish degandek. Na 这个起来呢也是一样的啊. Mushu nimalarninki keyniga, pillarninki keyniga ekelsak, bu necha xil ma'noni bildiradi. Masalan, boshlanganligini bildiradi. 比如说唱起来 那就是naqsh aytishni boshladi. Na 跳起来 usul o'ynashni boshladi degandek. 唱起来，跳起来，玩起来 degandek. 那我们平时还说个嗨起来，是不是？这都可以啊。那么除此之外呢，yana masalan 想起来 bo'lsa, 想起来是什么意思呢？ esiga kelish. Ha, esimga keldi degan, mushu keldi deganga-chu chilayni ishlatamiz. Esimga keldi bo'lsa, 我想起来了 deymiz. 我想起来了. Na, andan keyin 看起来 bo'lsa, qarmoqqa. 他看起来很瘦. U qarmoqqa nihoyatda o'riq ko'rindi ekan. 他看起来很瘦. Andan keyin 听起来 anglamoqqa. 听起来 这件事听起来很重要，但实际上不是的. Bu ish anglamoqqa pek muhimdek, lekin amaliyotda undaq emas. 这件事听起来很重要，但不是这样子的，但实际上不是的 degandek. 好，听起来 anglamoqqa, 看起来 qarmoqqa, 想起来 esiga kelish degandek. 好，那么像 mesela qolgan bundaq harakatlarga, 比如说跑起来，走起来 bo'lsa, 那就是开始跑，开始走 deganni bildirdi. 2 xil. 好，keyindagi so'z 坚固，坚固. Mustahkam demdik. Mustahkam deganni bildirdi. 就是说 oson buzilib ketmaydigan, o'rilib ketmaydigan bo'lsa, 非常的坚固 deymiz. Masalan, bu ko'rik nihoyatda mustahkam ekan desak, 这座桥非常的坚固. 这座桥非常的坚固 desak bo'ladi. Na hozirgi mushu uylar nihoyatda mustahkam desak, 现在的房子都非常的坚固. 现在的房子非常的坚固 desak bo'ladi. 当然
elbette. Elbette desek 就是说 o'ylanish ketmaydi, naq shundaq demekçi bo'lgan vaqtimizda 当然 desek bo'ladi. Erta o'tirishga baramsiz. 明天聚会你去吗 elbette borman. 当然去. 当然去 desek bo'ladi. Andan keyin shu 当然 degan vaqtimizda yana bir narsa esimga kelib qoldi. 想当然 想当然 oldida biz o'rgangan iliqi 想. 想当然deganimiz就是说 biz bir ishlarni bek yaxshi o'ylab ketib cho'qim shundoq bo'ladi deb o'ylagan bo'lsak, shu o'ylaganimizdagidek bo'ladi bo'lsa, uni 想当然 deymiz. Lekin amaliyotda unda bo'lmaydi. Masalan, 这件事情如果那么好这件事情没有那么好解决. Bu ishni hal qilish undaq oson emas. 你不要想当然. 你不要想当然. 那就是 siz bek yaxshi tarafga o'ylab ketmang. Ya'ni siz bek albatta shunday bo'ladi deb o'ylab ketmang demoqchi. Yana masalanga 努力就一定能成功的话那太想当然了. Tirishsam cho'qim shu muvaffaqiyat qozonadi desek, 这个太想当然了. 那就是说你想成功呢还有很多其他的因素. 努力 tirishishdan boshqa, masalan, fursatni ching tutish deymiz. Andan keyin shu unumli ish qilish deymiz. Eng oxirigacha chidash deymiz. O'ziga ishonish deymiz. Nurg'un shu 成功它有很多的因素. 光靠一个努力你就想成功, 这个太想当然了 desek bo'ladi. Bu bir misol. 好，下面一个呢, 当然deganning ma'nosi shuning bilan albatta bo'ldi. 好，抗震. 抗 deganimiz shuningga taqobil tura oladi desek bo'ladi. 震 deganimiz 就是yetaverishga. 那抗震的时候它的意思就是什么呢? yetaverishga chiday oladi. yetaverish 就是terroristlar o'rilib ketgandek emas bo'lsa 就是抗震. hozir biz shu yetaverishga taqobil tura oladigan, yetaverishga chidaydigan mushtaq uyni nima deymiz? 抗震房 deb qo'ydik. 抗震房啊. 我们说那个也有那个汽车对吧? Maşinlarning ba'zilari mushtaq tayyorlanishga uchi-buchiga saqlaydi degan vaqtimizda 它也可以抗震. 但这个地方的我们这个抗震主要指的就是也能tayyorlanishiga啊这种自然灾害抗震啊. maşinninki ko'pincha 我们就说是那个避震器的 qo'ydik 等等. 抗震也tayyorlashning shu taqobil tura oladi, chiday oladi. 抗震房. 现在的房子抗震级别很高. hozirgi shu uylarninki yetaverishga chiday oladigan darajasi nihoyatda yuqori. hozir qanday dedik bu jumlani? 现在的房子抗震级别很高. 现在的房子抗震级别很高. 下面一个级别 chiqdi mana darajasi. 级别高, 级别低, darajasi yuqori, darajasi tuvan degandek. 抗震级别高, 我们刚才说了就是 yetaverishga chidaydigan darajasi yuqori. qolgan narsalarninki darajasi desekmi, 级别 desek bo'ldi. Masalan, mehmonxonaninki 这个酒店有级别是吧? 1星级, 2星级, 3星级, 5星级 degandek. 酒店能级别是bo'ladi. Andan keyin masalan 各种各样子的证书, 比如说 MHK deymiz yoki 普通话deymiz, 它都有一个级别 darajasi. 普通话比如说1甲1乙, 2甲2乙 qatarliq, 这些都是它的级别啊. 级别很高, 级别很低 deb turib ishlatamiz. darajasi deganni 级别 deymiz. 睡 uxlash. 前面有一个木啊，前面有一个木，然后呢撇横竖，横竖竖横横. Bu 睡degan xatni burunmizmi degan tuqqu oldidagi ko'zi
bishi, yostiqi, badani, yotqanni yegichi yaptı, iki qoli, andan keyin puti, yotqanning asti degandek, shuy, uxlash degan gap. Uxladingizmi? Ni shuyilama? Ni shuyilama? Uxladi, shuyla. Uxlamadi, may shuy. Bu odatda bizlarga Weixin 聊天 qilgan chaqda kashrak bo'lib qolgan bo'lsa, uxladingizmi deb so'raymiz-ku. Ni shuyilama? deb desak bo'ladi, va. Andan keyin opam uxlayotdi desak, mama 在睡觉. Mama 在睡觉 desak bo'ladi. Akşam shunda yaxshi uxlabdimi? 昨天晚上睡得特别好. 昨天晚上睡得特别好 desak bo'ladi. Shuy, uxlasa. 安心 xotirjam. 那么放心 bilan 安心ikkisi. 放心nima xotirjam degan to'q. 安心deganimiz ko'nglimiz iliqi ansiz bo'lmaymiz. Ko'nglim to'q to'g'anni 安心 deydi. Na 放心 deganimiz 就是说 bir ish bo'lib qolamiki, yoki shu balamga, masalan, balam kashib ketdi, sirtda askilarga uchrab qolarmi, yo ahib qolarmi, ko'kib qolarmi, og'rib qolarmi degan narsa, buni bu 放心 deymiz. 这个安心 deganimiz 就是 ko'ngil xotirjam bo'lsa 安心 deymiz. Na 比如说 odatda shu xotirjam yaxshi bir uxlagan vaqtimizda 我可以安心的睡一个觉了. 我可以安心的睡一个觉了 desak bo'ladi. 比如说 qanday vaqtida 安心bo'lamiz desak, 比如 xizmatlaringizning hammasini tugatib bo'ldingiz, andan keyin oxir bir xotirjam uxlaydigan bo'ldim desangiz, bu vaqtda dakki-dukki bo'lmayman demakchi-ku. 那我可以安心的睡觉了 desak bo'ladi. Na andan keyin hamma ishlar shunda yaxshi mangan bo'lsa, o'tirdan hech qanday putaq chiqmagan bo'lsa, nani shu aya 我可以安心了 desak bo'ladi. 安心它强调的是一种 ko'ngilning to'q turishi, xotirjam bo'lishi, 安心. Andan 宽敞. 宽敞，宽我们以前也学过吧，一个宝盖头，横竖竖，下面是一个剑。敞呢是竖点撇，然后竖横折钩，一个口撇横撇捺。宽敞degan ozoda, keng tasha degan gap. Odatda bundaq bir komjen deymiz, bunda uy shaklidagi narsalarga, bunda bo'shliq bo'lsa, bu yana biz 宽敞. Ozoda cho'ng bo'lgan bo'lsa 宽敞 deymiz. 比如说 sizning uyingiz 200 平方 bo'lgan bo'lsa, 你说我们家非常的宽敞 desangiz bo'ladi. Na hozirgi sinflarimiz nihoyatda keng tasha ozoda, na 我们说现在的教室非常的宽敞 desak bo'ladi. 好，下面一个采光，采光。那么采光deganimiz nur o'tishi. Buni qanday tushunamiz desakchi, odatda biz uy setib olgan vaqtimizda kun nuri tushamdi, kun tushamdi, tushmamdi, bu uyda nur o'tishamdi, o'tishmamdi deb so'raymiz-ku. 这个就是这房子的采光怎么样 deymiz. Optab yaxshi tushadigan uyni 采光好 deymiz. Optab yaxshi tushmaydigan, optabni ko'gilmaydigan uy 就是采光不好 deymiz. 采光好，采光不好的这个，他们家的采光特别好，那这栋楼的采光特别好都可以。下面客厅，客厅，这个客厅是那个厨房、卧室、卫生间degan嘛，to'rtini biz 第一册呢学过，lekin u vaqtda biz rasmni o'rgangan bu. 客厅 deganimiz mehmonxona, mehmon uy, 厨房是 uydagi oshxona, 卧室 deganimiz bizniki yotoq uy, hujur uy, 卫生间 deganimiz uydagi mushu tozliq uy. Na 客厅，他们的客厅 装饰的很漂亮 desak, ularninki ma 客厅是 bek chiroyli bezabdi desak. Andan keyin o 客厅是 bek ozodga desak, 这个客厅很宽敞，这个客厅很宽敞 desak bo'ladi. 客厅dadam mehmonxonada
电视görüyordu desek 爸爸在客厅看电视呢爸爸在客厅看电视呢 desek buludu 厨房 aşkını öyle 这个厨房太小了不适合我这个bu aşkını bek küçükken bizge mos kelmegidek mesela bizning uyda odam jiqroq bo'lgan bo'lsa或者说是怎么样不是我不喜欢太小的厨房都可以啊我不喜欢太小的厨房andan keyin厨房要打扫干净厨房要打扫干净ma o oshxona uyni cho'qim pak saqlash kerak degandek pakiz bo'lish kerak andan 卧室的一个卧是怎么写的呀横竖横折横竖竖折竖点 andan keyin 点撇横勾横撇折点横竖横卧室我觉得这套房子有3间卧室bu yürüyüş öyde 3 我觉得var desek 这套房子有3间卧室 desek buludu andan keyin ilaqi bosh o'jur uyni eng cho'ng o'jur uyni 主卧 deydi 主卧 andan keyin ikkinchi ilaqi kichikrakni 次卧次卧那么 üçüncü küçük uyni 次卧 demdi unda demaydi一个主卧两个次卧 desek buludu 一个主卧两个次卧 eng cho'ngni 主卧 deydi kichikrakni 次卧 deydi 次 degan bu yerda ikkinchi demekçi keyingisi demekçi 好卧室我的卧室里面有电视 benim huzurumda 练习吧可以这么说然后呢他每天待在卧室里不出来 u kunda huzuruyga kirib chiqmaydi 他每天待在卧室里不出来 desek bo'ladi 卫生间 tozaliq uy 卫生间很宽敞 na tozaliq uyni aytdi ozod ekan andan keyin 卫生间太小了放不下洗衣机 tozaliq uy bek kichikkan 洗衣机 batmaydi ekan desek nima ekanmiz 卫生间太小了放不下洗衣机放不下洗衣机 desek bo'ladi 卫生间 tozaliq uy 下面呢墙 tom 墙那 tom qayg'isini 墙纸 deydi 好那墙 degan bo'lsak墙上有2幅画 tomda 2 parcha rasm bor 墙上有2幅画 desek bo'ladi andan keyin 我们家的墙白白的 bizning tom opa desek bo'ladi 墙 tom andan keyin shua degan cho'tqilash burun biz ya shua deb o'rgangan cho'tka deb shua degan cho'tqilash 横折横撇竖横折钩竖竖钩这个呢是 cho'tqilash masalan tomni cho'tqilash 也就是 tom oqatish demdik 刷墙那nimani cho'tqilasangiz 比如说 oyoqni cho'tqilagan bo'lsangiz 刷鞋子 tishingizni cho'tqilagan bo'lsangiz 刷牙 degandek 这个呢是刷 cho'tqilash degan ma'noda 基本上 deganimiz asos jihatdan 基本上 masalan saboqdoshlar asos jihatdan kep bo'pti desak 同学们基本上到了或者说同学们基本上到齐了 desak bo'ladi andan keyin 基本上bugungi darsni men asos jihatdan o'rganib bo'ldim desak 今天的课我基本上学会了 desak bo'ladi 今天的课我基本上学会了基本上 asos jihatdan 那就是 ko'pincha qismi bo'ldi degan gap 直接 udul 直接有什么话不妨直接说出来有什么话不妨直接说出来 qanday gapingiz bo'lsa udullam davering 有什么话不妨直接说出来那么我这个人比较直接 man tuz odam 那就是 man bu odam sal tuzrak yani demekçi man bir tuz odam gapni tuz qilma desak 我这个人说话比较直接
desek buludu. 我这个人说话比较直接。那o'zingizning我这个人比较直接 desekmi bo'laverdi. 那直接niki yana birsiga bevosita degan ma'nosimi bor. Masalan, biror masalaga yo'liqsangiz, bevosita meni izlang bo'lsa, 有什么问题直接找我，有什么问题直接找我 desak bo'ladi. 下面设计，设计，那设呢是一个言字旁撇横折弯，anandin gen，一个右，计呢是一个言字旁一个十，设计 laylash laylash， bu uyninki laylashi nayt yaxshikan desak， 这个房子的设计特别好啊，这房子的设计特别好。buni siz layladingizmi？ 这是你设计的吗？这是你设计的吗？desak bo'ladi. Loya desakmi bo'ladi, laylash desakmi bo'laveradi. 下面呢，布置，布置 bezash。那 uyni bezash bo'lsa， 布置房子。那 hujurni bezash， 布置卧室。mehmon uyni bezash， 布置客厅。deganga o'xshash。布置， masalan， 房子都布置好了吗？uyingizni bezab bo'ldingizmi？ 房子都布置好了吗？就是这个布置啊。其实我们经常还有一个用法呢，yana birsiga mushu berish degan ma'noda. Qaysi nimaga berish deymiz? Topshiriq berganni 布置作业 deydi. Masalan, ma'lum bizga bir mo'j topshiriq berdi desak, 老师给我们布置了很多作业。老师给我们布置了很多作业 desak bo'ladi. 好，那最后一个呢是安居复民房，是amin topquzish xalqni bitish uy， 安居复民房。那么我们现在村子里面盖了很多很多的安居复民房，可以说每家每户都是安居复民房。好，那今天的课呢就差不多了，下面跟老师一起来读一下。新房，新房，盖，盖，部分，部分，补贴，补贴，起来，起来，坚固，坚固，当然，当然，抗震，抗震，级别，级别，睡，睡，安心，安心，宽敞，宽敞，采光，采光，客厅，客厅，厨房，厨房，卧室，卧室，卫生间，卫生间，墙，墙，刷，刷，基本上，基本上，直接，直接，设计，设计，布置，布置，安居复民房，安居复民房。好，那同学们作业一样的啊，每一个字抄2行，选择其中的10个造句。那我们下一期再见。